Shu limfa tugunlarini buzilishi insonda mijoz o'zgarishiga, issiq ho'l bo'lib ketishi mumkin. Bolangiz постоянно telyuragan bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam issiq quruq bo'lib ketishi mumkin. Badani tirishadigan, suxoy bo'lib narsalar toshadigan, ko'p suv ichadigan, kiyimini yechib tashlaydigan bo'lishi mumkin. Issig'ini chiqishiga olib kelishi mumkin. Labi постоянно yorilib, ichi qotishiga olib kelishi mumkin. Mijoz o'sha 4 xil issiq, sovuq, ho'l, quruq mijoz bor, o'shani buzilishiga olib kelishi mumkin. Diagnostikaga olib kelsangiz, tekshiramiz o'sha mijozi qanaqa bo'lyapti, bolani aniqlab turib, limfa zastoy qayerdan kelyapti, tekshirib, shunga qarab davolab bera olamiz. Eng avvalambor Alloh shuni ilmini bergan, hasbunallohu ni'mal vakil deyiladi. Ya'ni Alloh o'zi bizni bitta sababchimiz. Shuni ilmi bor. Пожалуйста, kelinglar, tekshiramiz, diagnostika qildiringlar, shunga qarab davolab beraman deyman. Onlayn savol berishadi. Nimaga men bu bo'lyapti, nimaga men bu bo'lyapti? Men bilolmayman. Tekshirsam bilib, назначение qilib bera olaman. Olib keling.